Bir gap aytaymi? Erkak bechora emas. Uni bechoraga aylantirmang. Erkak oila tebratayotgani uchun qiynalayotgandek ko'rinishi mumkin. Lekin aslida bu uning fitrati. Bu uning vazifasi emas, bu uning tabiatiga joylangan kuchdir. Erkak ko'tarish uchun yaratilgan. Mas'uliyat uni sindirmaydi, aksincha uni erkak qiladi. Lekin ayol erkakka rahm qila boshlaganda, uni ayab, uning o'rniga yukni o'z yelkasiga ola boshlaganda, o'sha paytda erkak asta-sekin o'z kuchini unutadi. Chunki inson ishlatgan kuchini kuchaytiradi, ishlatmagan kuchini esa yo'qotadi. Ayolning ortiqcha rahmi erkakni kuchsiz qiladi. Ayolning ortiqcha qurbonligi erkakni mas'uliyatsiz qiladi. Bu shafqatsizlik emas, bu ilohiy muvozanat. Siz hammasini ko'tarishingiz shart emas. Siz uni qutqarishingiz shart emas. Siz uni bechora deb his qilishingiz ham shart emas. Chunki Alloh hech bir bandasiga uning toqatidan ortiq yuk bermaydi. Erkakka uning kuchiga ishonadigan ayol kerak. Uni ayaydigan emas, uni kuchli deb ko'radigan ayol kerak. Ba'zan eng katta sevgi bu rahm qilish emas, balki uning ichidagi kuchga ishonishdir.